bizning holimiz. Sen uchun ey yurtimiz, bo'lsin feda bu jonimiz. On kechib ham jon berib, hozir qurtuldik seni. Qurtulishqa qalbimizda bor edi imonimiz. Atalarning jonlari o'chmaydi tarix bitmagin. Mashq qildi jangovar gözalım avlodimiz. Chiqdi jon ham osti qon, bo'ldi yolg'in aman. Yaşasın, yaşasın, güzel istiqbalimiz. Yaşasın, yaşasın, parlansın istiqbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabi Jahala. Bugün bir program arqali sizlar bilan meni bu ko'rishga nasib bo'ldi. Bugün mening so'zlaydiganim kollektiv dushmanlashtirish. Xitoy tajovuzchilari izchil turda ilib berayotgan muajirat qarindoshlarimizni parchalash, tashkilot bilan tashkilotni kala so'qashtirish, tashkilotlar bilan xalqni kala so'qashtirish şekilde ilib berayotgan bir hareketi kollektiv düşmanlashtirish. Bu kollektiv düşmanlashtirish degan nima? Buni Xitoy qanday qilib beryapti deganda men bir necha misol elib sizlarga buni konkret shaklda tushuntirishga tirishaman. Mesela Xitoyning izchil turda elib berayotgan bizning Sharq Turkiston va Uyg'uriston davlatimizning nomini Sharq Turkiston va Uyg'uriston deb şekilde bunun bunu öz şekilde şuna bolsa boludu, şuna qilishni xohlaymiz deydigan qarindoshlarimiz bor. O'rta Osiyoni tashkil topgan bir turkum qarindoshlarimiz Uyg'uriston degan nomni qo'llanishni biroz yaxshiroq ko'radi. Andan keyin bizning Cumhuriyatimizning nomi Sharq Turkiston bo'lganligi uchun ham biz bu yil 90 yilga qadam qo'ydi. Birinchi Cumhuriyatimizning qurilganligiga 90 yil bo'lgan Cumhuriyet günümüzde aldığımız günlerde kutlayımız inşallah Allah nasip kılsa. Demek 90 yıldan beri biz halkarağa ve her xil matbuatlarımızda ve her xil neşriyatlarımızda yüzümüz umumlaştırıp kullanıp kelayotgan bu Sharq Turkiston degan isimni qo'llovchilar o'rtasida Xitoy mundaq bir ziddiyat terib, voy Uyg'uriston demsak bo'lmay Sharq Turkiston degan ism, u degan shu bizni yo'q qilgan ism, aqlay bizni shunday shaklda bugungi kunga qoldirgan ism deb ismni yomonlashtirishga, davlatimizning ismini bir shaklda shunday bir xunuklashtirishga tirishayotgan Xitoy tajovuzchilari va Xitoy tajovuzchilar ideologiyasini chiqtiradi. Buni yaxshi ko'radigan, buning tarafini oladigan bir turkum odamlarimiz bor. Ularda gunoh yo'q. Ammo gunoh qilayotgani Xitoyning mushuni tarafini olgan qarindoshlarimiz o'zaro kalla so'qashtiradigan, ya'ni Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston degan ismni har qaysini o'zi xunuklashtirib, bu ikki jamoat o'rtasida surkilish paydo qilayotgan bir kuchni da'vat etaman. Bu orqali nima deganda o'zaro dushmanlashtirish, o'zaro hamkorlashib ish qilolmaslik, o'zaro bir-birisiga mandaq o'chmanlikni paydo qilish. Xitoyda dushmanni unutib o'zaro ziddiyatlashish, o'zaro gap talish orqali chiqqanda bir-birisini haqoratlash elayotgan, olg'izayotgan bir tarafdagi bir Xitoyning bir naydi o'ngishli turda elib berayotgan bir kollektiv dushmanlashtirishni misal qilyapman. Bunun tipik misalları her birleri maili Facebook'ta olsun, maili WhatsApp toplarında olsun. Bunu körüp kelgen ve yesqib kelgen. Demek bu isim cidil arqılı kollektifni sokaç saldırış ve kollektifni bir-birisiga ziddiyat qildirish meselesi. Bu meseleni
çoğunlarımız olsun, bundan ötken qarindaşlarımız olsun, siyasi aktivlerimiz olsun, gayet uçuk şekilde deylik. Yani bu isim meselesi bunu ciddileştirdiğin, bunu tartışıdığan, bunu bir yerde birbirimizden muhaciretde bunu üçün düşmanlaşmaydigan iş emas esliçi. Esli emas. Bunu qaysi xil şekilde atdığımız kelsa, bir dövletimizin ismini qandaq şekilde atdığımız kelsa atsak bulaver. Ama bir yerde bir atılıp kelyapatgan şarkılarga mesela biz Es-Türkistan deymiz, Arapça Türkistani Şerqiye deymiz, Türkçe Doğu Türkistan deymiz, şunam ya. Muşundaq şekilde biz Xitayca Dong Torchistan diyen şekilde biz muşundaq ataklarla atıp kelyapatgan bir isim endi bu halkırada. Ama özümüz yaxşı görgen şekilde meyle Uyg'uriston devalı, meyle Uyg'uriye devalı, özümüzden erkinligi, özümüz yaxşı görgen şekilde, yaxşı görgen närsemizni qandaq şekilde ifadə etsek o özümüzden erkinlik. Ama bir yerde xalqarada qandaq şekilde isim buladı. Xalqaranın mətbuatını nima göz tutuvalı degende umumiy meydanda göz tutsak biz Şərq Türkistan degan ismning bugün 90 yılning yağı biz iste'mol qilib qo'llanayotgan bir isim ekanligini unutmasligimiz kerak. Şuңa bir yerde meyle Uyg'uriston degan nuqtani chiqib chiqsin, meyle Şərq Türkiston degan narsa ismni ziddiyatga keltirayotganning aq ko'rinishiga qarasak, Xitoy tajovuzchilarining buningda ichki kollektiv jamoatni kollektiv shaklda dushmanlashtirish, bunu her iki tarafdan ismini tutulgan qarindoshlar orqali o'zaro til haqorat, bir-birisiga manda hujum qilish şekildagi narsalarni ilib berayotganligini ko'ramiz. Shunga Xitoyning birinchi nuqtadan ism shaklida, ism jidil orqali bizni ziddiyatlashtirish, kollektiv shaklda ziddiyatlashtirish kerakligini buni aniq ko'rib olsak bo'ladi qarindoshlarim. Ikkinchisi avtonomiya va mustaqilchi. Dünya Uyghur Kurulu taraftarlarını avtonomiyachilar, vay uchilar, buchilar deydigan başka bir şekildeki vay bizga mustaqillikdan ba'nasi bekor emas, u bu deydigan tipdagi tashkilot va qarindoshlarimiz uchun bir şekilde bunu kalla soqishtirishadi. Avtonomiyachi, sen mustaqilchi degan shaklida anandan keyin mustaqilchi degan to'qmoqni ilib avtonomiyachi degan yoki bo'lmasa avtonomiyat deb qaralagan tarafdorlarini qaltak bilan mushlaydigan bir shakldagi harakatlarni elib berayotganligini ko'ralaymiz. Bu 2018 yildan boshlab diqqat qilsanglar ijtimoiy taratqularda biroz urush jidal mojaroga biroz shaklida nima tusni olgan bir harakat ekanligini ko'rib olasizlar. Demak, nima deganda Xitoy mushu keltirib chiqargan ziddiyatdan, masalan, bir-birimizni yaxshi ko'rmasligimiz mumkin, bir-birimizni ish harakatimizni qo'llamasligimiz mumkin, ish harakat xizmat uslubimiz o'xshamasligimiz mumkin. Bu jihatlarni keltirib chiqqan masalan ziddiyatlardan Xitoy ob'yomqidek ism ziddiyatdan qanday bo'ldi? Anandan keyin avtonomiyachi, mustaqilchi degan Dünya Uyghur Kurulu taraftarlariga avtonomiyachi degan qalpoqni kiydirib turib, mustaqilchi degan tarafdorni olgan taraf bilan o'tirdi kalla so'qashtirish. Bu orqali Xitoy her ikki tarafni ish qilg'izmaydigan, her ikki taraf bir-birisiga ishonmaydigan, hatto ularni qo'llayotgan jamoatlarni bir-birisiga ziddiyat soladigan holatni bundan foydalanib keltiryapti. Ya'ni bu omildan avtonomiyachi, mustaqilchi degan omildan foydalanib Xitoy manda kollektivni o'zaro urush qilayotgan. Til haqorat, hattoki shundaq bir-birisini yo'q qiladigan dushmanlashishning yuqori pallaga yetkazadigan holatlarga elib kelyapti. Demak, biz bundan hushyor bo'lishimiz kerakki, Xitoy tajovuzchilarining bu o'rtadagi surkilish, tashkilotlarning o'xshash ba'zi bir ish yo'nalishlarining o'xshash bo'lmasligi, uning ustiga ularning atrofida ularning tarafini elayotgan xalq deydi hozir. Buni jamoat tarafini elayotgan, masalan, har bir tashkilotning o'zining elayotgan jamoatlari bo'ldi. Masalan, ular erishayotgan jamoat bo'ldi yoki uning tarafini qo'llaydigan jamoat. Dunyo Uyg'ur Qurultayini qo'llaydigan bir turkum jamoat bo'ladi. Sharq Turkiston Islom partiyasini qo'llaydigan bir turkum jamoat bo'ladi. Ana endi Sharq Turkiston tashkilotlar birligini qo'llaydigan bir turkum jamoat bo'ladi. Ana keyin surgunlik hukumatlarni qo'llaydigan bir turkum jamoat bo'ladi. Qanday bo'lsa, har bir tashkilotning o'ziga tushliq egallagan ozdir ko'pdir bir jamoat tarkibi bo'ladi. Bu jamoat tarkibidagi ba'zi bir insonlarning Xitoy qanday deganda ba'zi usullarda
tərəfini hep duruyatqan bolap, birdem sürgün hökümet bolup aldı, birdem qurultayçı bolup aldı, birdem teşkilatlar birligi şekilde hareket iletken. Ýa-ki bolsa, o Şerq Türkistan İslam Partisi diýen teşkilat namyny iletken şekilde oturgy çykyp durup, nurgun debdebilik isimler bilen nimelerni gep taştyratkan, ýa-ki bolsa kala sokaştyrışka pilike tutaştyrywatkan insanlarny görelim. Demek nimä diýende, Xitaymy Avtonomiýaçy we mustaqilçy diýen bu temadan paýdalanyp iki kollektivni özara sokaş saldyryş, özara ziddiyet keltiriş. Bu jarýanda her ikili tarapny hunukleşdiriş, yani o ýanyň başlyklary bolsun, reisleri bolsun ýa teşkilat aktivlaryny bolsun, ulanyň abroýyga nime kiledigan, zid kiledigan, karşı kiledigan gep sözlerini kılıç arkaly bu teşkilatny we teşkilatda şu hyzmat kılıwatkan aktivini aboruysuzlaşdyrýar. Yani halkdan abor işte tamam çekdi ýa-ki ma taňsız geçdi ýa-ki maça o namazy gomaýdy ýa-ki bu diýe ýa onuň sakyly ýok diýende gepler arkaly insanlarny çoğu diýende bir türküm bundan habersiz kalan ýa-ki bolsa bunyň bir kollaýmy kollamaýmy diýen elle tuturwatkan gyryndaşlarymyzyň arasynda monunda bir adamla Xitaynyň bir gepi bar. Bir ýalgan gepni maň getimizde rast gaýlandyrypçy. O Xitay bir şekilde näsen awtonomiýaçy, way dünýä awtonomiýaçy, way mustaqilçy, oçuçy, boçuçy dep bir şekilde insanlaryň kalysyga muşnak näslerini syňdyrybergendikin, rast şundamy do dep dili guludygan. Hattoki kollaş tilkede teren kap kaladygan. Kollaýanmaýdy ahwallardan sadyk. Xitaynyň asaslyk maksady özara düşmenleşdiriş. 7-nji numurlyk hujjatnyň en nimesini ötkenki programmamda dedim. Çet eldeki teşkilatlaryny parçalap ýoktuş dedi. Parçalap ýoktuş diýene aşynda okşamagan göz garaşdyky, okşamagan halatlerde hyzmat edýän gyryndaşlarymyz özara bir-birine kirişdiriş. Abem arkadaş Şerq Türkistan, Uygurystan, ýa-ki awtonomçy, mustaqilçy, anken pan-islamizm, pan-türkizm diýen şekildeki temalarda pan-türküz, Türkiýedeki gyryndaşlarymyz Türkiýe türkçilik nimesini elip ketken. Ola pan-türkizm ideologiyasy ne? Anken İslam dininde mehkemmen watkan, İslam dinini bir şekilde tergip kılywatkan gyryndaşlarymyz İslamçylar diýen noktada hareket elip berip atganlygyny bu görüp alaryz. İnsanlar bamki wetende Xitaylar bizni naýdy türkü bulup ýokatgançy. Türkü bulup ýokatuşynyň aldyda Xitay naýdy dillarda men bir misal näp bereyim. Bu 24 ýylynyň aldydaky bir wagalik. 24 ýylynyň aldyda 1999-njy ýyly. Wagt menen 24 ýaş wagtlarym. Biziň Karmaýga Hezbut Tehrir diýen bir dini teşkilat, yani bunun teşkilatının baş nimesi Engliýede. Şu Hizbut Tehrir diýen bu bir teşkilatnyň nimesi iken, esli usluby iken, din tarqatyşçylygy insanlaryny İslam'a kirgiziş. En hedepi şu. Ama bu teşkilat namyda, bularning teşkilat nizamnamesi ve teşkilatnyň özleriniň bir elip berip atkan bir hareket programmasy bar eken. Bu programmany köderep kiliplam Özbekistan arkaly bunu bizden Şerq Türkistana aýkyrdy. Şerq Türkistana aýkyryp şu wagtyň özünde 1999-njy ýyly bizden Karmaýga geldi. Çünki bek en isimde bar, çünki onu işga men şahit bolganlygym üçin yaman kalamda kalgan bir işler var. Bunu etkiledi bu Hizbut Tehrir diýen nimeni Karmaýga gelip Karmaýda bunu tartyş başladı. Onu menden başka ýa-da nurgun gyryndaşlarymyz bu nime kılgan bolady. Biz onu bir aý nimesini anlap boyu, kitaplarını görüp boyu nime kılgandykin, bu asly bir teşkilat türkü näsiken. Şu wagt kaldığımızda bunu biz bir şekilde bunu bek bir waran-çuran kılıp halkymyzdy bilişiň orny ýok eken diýen şekilde biz şahsen men çyketdim bu ýerde. Ona kirmedim. Keyinki faaliýetlere gatnaşmadym. Demek o faaliýet kanda boldy diýsňler, biziň Şerq Türkistanda, biziň Karmaý şäherinde. Şu wagtda 97-nji ýyldan başlap Karmaýnyň balary ýeňiden Gulju wakasynyň aldykeýinde Guljudyky gyryndaşlarymyz bilen hemkarlaşyp İslam dinini başka şekilde ýeňden kabul kılıp bir şekilde bu paal İslam dini üçin özüniň barlyk hareketlerini, barlyk faaliýetlerini kılgan. Ben bunu Erkin Asya'nın çağırdım 2015-nji ýyllary ben bunu
Qarqashliq Muhammad degan qarindishimizning qarmaqqa kelib islohot ilib borgan jarayonlarini bir xabar qilib, buni bir necha qism ishlab taqdim etgan. Refaning shu xabarlarini ko'ra olasizlar, uninki ahvollarini. Uning uchun bu yerda uni to'g'riliq ko'p to'xtalmayman. Maqsad bu Hizb ut-Tahrirning bu programmamiz qarmaqqa yetib kelgandan keyin Xitoy bundan qanday foydalandi deganni men ma'lumotlar o'tgandan keyin boshqa narsa ishlarni, uchurlarni markazlashtirib turib chiqargan yakunim Xitoy bundan unumli foydalandi. Qanday foydalandi desanglar, bu qarmayda asli o'zimizning asli bizning e'tiqod qilib kelayotgan shu yo'l bo'yicha elib berayotgan, ammo buningda ba'zi bir gaplarning o'xshash bo'lmasligi va ba'zi bir harakatlarninki to'g'ri tushundirilmasligi sababidan o'ttirda ikki guruh bo'lindi qarmaydi. Birisi Hizb ut-Tahrir bilimi guruhi, yana birisi normal azaldan shu bir şekilde bizning e'tiqod qilayotgan yo'limiz bo'yicha ketib qolgan qarindoshlarimiz mana aytsam. Shuning bilan bu bilingandan keyin bu ikki taraf o'ttirsida bundaq tabliq, ya'ni talashish yoki bu ayol kishi bilan ko'rishmaslik, anani qo'llashib ko'rishmaslik, anandan keyin qabrdagi azob bormi yo'qmi degan nuqtalar to'g'riliq jiddiy bir turda tushunishmaslik o'tirdi, ziyat kelib chiqdi. Ziyat kelib chiqqandan keyin Hizb ut-Tahrirchilar guruhi va nemachilar guruhi deb ikki guruhga bo'linib, bu o'ttirda ziyat kelib. Bu ziyatda Xitoy qanday foydalansa, unumli foydalanadi. Bu o'ttirda ketib chiqqan qarmaydagi islohot shunda yaxshi menayotgan 97-yildan boshlab butunlay taraqqiy qilib, shu to'ylarni nihoyat qiliplashtirib, nihoyat bolalarning aroq chekadigan, heroin bo'lib ketadigan, undan keyin ayshalik bo'lib ketadigan ishlarni butunlay yoshlarni qo'l uzdirib, nihoyat sistemli qilib ketib qolgan vaqtdan bu. Nihoyat hal qiluvchi vaqt. Shu vaqtning o'zida Xitoy bundan qanday foydalansa, ikki tarafni o'zaro so'qqa soldirib turib, bir-birini qilib, ikki mazhab, ya'ni ikki to'pga ayrilib, mana o'tirib bir-birini e'tirof qilmaydigan, bir-biriga mana xush ko'rsatadigan ahvol sodir bo'ldi. Sodir bo'lgandan keyin sodir qildi Xitoy. Qizib o'zining odamlari orqali buni Hizb ut-Tahrirni kuchab tashviq qildi. Kuchab tashviq qilib, nurg'un anan keyin bu Hizb ut-Tahrir ayishgan qarindoshlarimizning soni kun sayin inqiladi. Ondan keyin Xitoy buning ustiga adam sep turib, bularning asosliq sonini, asosliq ish qilayotgan odamlarning uchurlarini to'playdi. To'plab ondan keyin har ikkili tarafni 2000 yil qolmaylar bularni hammasini shu nuqtalik harakat ilib berayotgan, shu oldin menayotgan qarindoshlarimizni nima qilib o'tdi? 3 yillik emgaklar o'zgartish kesib o'tdi. Qarindoshlarimizni oldi 3 yilda yetib chiqdi. Demak, bu jarayonda Xitoy nima bo'ldi? Buni misol qilishimlik sabab har ikkisi bizning qarindishimiz. Har ikkisi bu islom uchun o'zining ashadagi vatan uchun kurash qilayotgan, fidokorlik qilayotgan qarindoshlarimiz. Buni ashunchalik ziddiyat orqali bir-biriga so'qashtirib turib, ojizlashtirib turib, anandan keyin ishiga har ikkili tarafning ishiga adam sep turib, uchurni egallab, anandan keyin bularni chu. Har ikkilisini kesib o'tdi. Har ikkisi aktivlar, har ikkisi fidokor, har ikkisi jangovar qarindoshlarimizni emgaklar o'zgartish deblam qonunsuz diniy tashviqot bilan shug'ullandim. Antaqating degan bo'xton bilan Allah u yerda namoz o'qidim degan tekillardan uchun kesib bu balani shu terbiran qilib. Demak, vatanda Xitoyning ilib berayotgan bir kichikina misolim, Hizb ut-Tahrir ramkasi orqali Xitoyning suiqasdi mandaq barbod qildi. Endi xo'sh gapimizga qaytib kelsak, bizning vatan sirtidagi qarindoshlarimizni, jamoatlarimizni mayli abiyamqidek qurultayning tarafini olgan qarindoshlarimiz bo'lsin, Sharq Turkiston tashkilotlar birligini olgan bo'lsin, surgun hukumatligini olgan bo'lsin, Sharq Turkiston Islom partiyasi deki qarindoshlarimizni tarafini olgan bo'lsin, bularni o'zaro qil so'qashtirish, jamoatni bir-biriga soldirish, bir-birininki obro'yini xunuklashtirish, bir-birisining tarafini olmaslik, bir-birisini qo'llamaslik shaklda javob holatni shakllantirish. Ya'ni buni tarafini olgan qarindoshlarimiz orqali, masalan, shunday abyam qo'yilgan pan islomizm, pan turkizmga, pan islomizmga diqqat qilsanglar, men yaqin oyog'i shu WhatsApp uchur vasitalarida shu dinimizga bo'lgan o'chmanlik, dinimizni xunuklashtirish ahvollari sodir bo'ldi. Norvegiyada yashaydigan bir Abduqodir Turpan deydigan birisining shu bizning muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni afsona rivoyatlar kitobi.
undaq bir efsane qo'rqitgan satılgan bir kitap aqli yo'q. Ularni ayolining ayolining huquqini nima qilmaydi deb mushtaq shakldagi bir narsani tarqatgan bo'ldi. Bu munozara qaynoq shaklda davom qilgan bo'ldi bir necha vaqt. Hozirgacha davom qilyapti aytaver bosh qilib. Demak, nima bu yerdagi maqsad deganda, buni Xitoy Abduqodir Turpanni uni ishqisog'ini bilmayman, ammo Abduqodir Turpan zehniyatidagi insonlarning bu zehniyati orqali Xitoy qanday foyda oladi deganni tushundirmoqchiman. Masalan, sizning arabni yaxshi ko'rmasligingiz, balkim bu arab dunyosining Sharq Turkiston musulmonlarga, Sharq Turkiston xalqiga ega chiqmaslikdek bir reallik bilan biz bütün islomga, bütün arabga mandaq bir qo'lliq qilib bitolmaymiz. Ularni yo'q qilib bitolmaymiz. Demak, men o'nnechi gapimda shuni deb keldim. Mayli arab dunyosidagi bu hozirgi masalan Saudiya Arabistonning olsun, Arab Birlashma Xalqligi olsun va yoki boshqa arab davlatlari olsun. Ularning zaten ularning bizga ega chiqmasligi bilan bizning ishimiz hal ketmaydi. Ega chiqib bilan hal ketmaydi. Demak, ularning ega chiqmasligi faqat o'zining bir aqliy musulmon o'zini joyiga qo'yib turib, musulmonlik bir holatida bunga qaray olishi va qaray olmasligi. Bunga so'zlay olishi, so'zlay olmasligi. Bu musulmonlik holati bilan bo'ladi. U musulmonlik holatida bo'lmasa, sizga qanday ega chiqa oladi? Shundaymi? Uning bir musulmonlik, u namoz o'qishda musulmon bo'lib qolmaydi. U munofiq namoz o'qiydi ya. Shundaymi ya? U namoz Allohga bu yerda mana vicdanımız bilan, imanımız bilan itiraf qilish bilan, uni amaliyotda joriy qildirish bilan, uni amaliyotda yashash bilan bo'ladi islom. Islom bunda deb qo'ygan bilan, uzun kiyim kiyib, soqolni qo'yib, bundan namoz o'qib qo'ygan bilan islom bo'lmaydi-ki. Islomning necha birlik turlik bir tarmoqlari bor, necha bir turlik o'ziga tushlik bunday bir qizil siziqlari bor. U siziqni uysangiz, uning keyindan rioya qilsangiz, uning keyindan nima bo'lasiz? Islom musulmon bo'lasiz. Buni olmaydir, biz musulmonlarga arabligiga qarab turib, uning namoz huquqiga qarab turib, uni musulmon deb, uning bizga chiqmadi deb, arab aqchi ko'kchi deb, undaq arab dushmanligi bilan islomimizga qarshi turish, islom dinini xunuklashtirish va yoki boshqa so'pilining hum qilayotgan bir ko'rinishlarni chiqarib turib, ashini taklif qilib bordi. Ular islomga vakillik qila olmaydi-ki. Bu islomga biz uni islomning vakili deb e'tirof qilmaymiz-ki. İslam dinine muhalif qilayotgan, islom turib islom dinini xunuklaştırayotgan insonlarga qarab turib, uning namoz huquqiga, uning men musulmon deb qo'yganiga uni biz islom demaymiz-ki. Biz odamga qarab emas, biz Qur'onda Allohning digini va shu diginini bizning ijro qilishimiz bilan bo'ladi islomlik. Nima ya? Ammo biz hayotimizga tatbiq qilinmagan islom bo'lmaydi-ki. Men o'zimni musulmon deb turib, bir odamni haqoratlasam, bir odamga tuhmat qilsam, bir odamning ustidan qarshi qilsam, men musulmon bo'lmayman-ki. Nima? Men musulmonlik holatida chiqib turib qilaman bu ishni. Bir odam aroq qilsa musulmon, aroq qilsa, u musulmon holatida qilmaydi-ki. Musulmon holatida ko'tarilib ketganda pashvozlik qilsa shu. U musulmon deb turib, pashvozlik qildi. Ammo u musulmon bo'lmaydi-ki. Bu musulmonlik holatida chiqib ketgan holatda ijro qilgan shu. Shunga o'xshash gapimiz qaytib kelsak, qarindoshlar, mayli musulmonlik olsun, mayli islom dinimizga olsun, bu musulmonning, Uyg'urning o'zini Alloh taolodan bergan bu majburiyatni, insonlik qo'ygan bu majburiyatni ado qilayotgan bu islomlikdagi mayli kiyinishi, mayli uning yurish turishi, mayli Allohga bo'lgan yaqinlashishi, u o'zining shaxsiy ishi. Uni bir odamga erkinlikim deb turib, bir musulmonga sen uning saqliga, sen uning kiyimiga, sen uning yurish turishiga uningga haqorat qilsan, u to'g'ri bo'lmaydi. U demokratiyatik erkinlik, sen men deyman deblam, sen boshqalarning kitobiga, boshqalarning saqliga, boshqalarning kiyimiga, sen uningga o'zingning dushmanligini qilsang, uni cho'ktirsan, uni xunuklaştırsan, o demokratiya olmaydi-ki. Senin so'zlash erkinligi olmaydi-ki. So'zlash erkinligi degan qarshi tarafni hurmat qilib turib, uning qisman xatoligini ilmiy shaklda ko'rsatib turish, bu demokratiyaning asosli manbasi bu. Asosli roli bu. Demokratiya degan bunday bo'ladi.
Demokratiya degan haqni xunuklashtirish, haqni haqorat qilish, haqni tukirish, dumbalash, tuhmat qilish demokratiya olmaydi bu. Bilamiz. Bu axloqsizlik bo'ladi. Shuning uchun demokratiya degan bayroqni ko'tarib turib, musulmonligimizga, bizning e'tiqodimizga, bizning kitobimizga har qanday insonning uningga til tegishi, uningga nima qilishi to'g'ri emas. Masalan, biz Shvetsiyada yashayapmiz. Necha biz ko'ydadi kitobni. Qur'oni Karimni ko'ydadi. Qur'oni Karimni nima qilishga, ya'ni musulmonlarning, mishadagi musulmonlarning g'azabini qo'zg'ashga tirishdi. Ammo miyadagi musulmonlar nayt aqlliqki, men shuni hayron qoldim. Hayojini bilan, o mushtin turib, onangni deb uni ko'yga qo'g'lab yurmidi. Uning saqchilarni qo'g'dishi bilan musulmonning ojizligi emas bu yerda. Ammo musulmonlar aqlliqligi nima deganda, uningga bu yo'lda emas, qonuniy yo'l bilan taqobil turishga tirishdi. Ya'ni Shvetsiyaning asos qonuniga bitim qilib turib, bu şekilde hareket edip berishdi. Men musulmonning bu aqlliqligidan hayron bo'ldim, men xush bo'ldim. Demak, bu yerdagi hammamizning g'azabini qo'zg'aydi. Bu odamning biz turayotgan shaharning o'zida bizning muqaddas kitobimizni ko'ydirishi hammamizning g'azabini qo'zg'aydi ish. Ammo men buni mening musulmonligim tutib ketdi deb kesakdan bir ko'tarib bir bayliq bilan kalisa o'g'lim bilan mening bu musulmonligim ishni haq qilganing yo'l emas bu. Musulmon aqli bilan, kallası bilan aşkını köydəginin üzünün qulu bilan üzünə bir tərəf qılışımız gerekeni, onu qanuni yol bilan bu şekilde hərəkət qilish nəhayətdə aqlallıq. Şunun üçün bu yerdəki gepim chatdan ketib qaldı qarindaşlarım, pan-islamizm, pan-türkizm şəkildəki vətəndə bizni Xitayning qo'llangan yo'lini bugun Xitoy vatan sirtidagi qarindoshlarimizni ba'zilarning eg'zor buni so'zlayotganligida diqqat qilsanglar, ba'zisining islomni tushunmaydigan, koltipam, nadan insonlar ekanligini ko'rib oladi. Buni da'vat qilgan uchun. Olmadi o'zining uyg'urlik, o'zining g'ururlik bilan qilib ketgan insonlarniki ya uyg'urlikdan nimasi yo'q, nisbisi yo'q, insonlar ekanligini ko'ralaysiz. Shunga men buni taqtiyotgan puchak insonlarning nadanmi, ya Xitoyning adamimi, yoki hasadxo'rmi, yo pishniqo'rmi? Buni ayirib qarab turiblar odamning. Buni qarasanglar, ularni ko'rib olasizlar. Shunga kichkina pishmo'sinki qarindoshlar, bizning Uyg'urlarning ichidan balki Uyg'ur shakldagi insonlar ichidan xristian chiqishi tabiiy. Tabiiy xristianlarning chiqishi mavjud. Buni bilamiz. Mavjud. Chiqishi tabiiy. Chunki u o'zining tanlashi. Cenab-ı Allah'ın aldığı vaqanda o o'zining qandaq shaklda uni tanlaganligining o'zining javobini o'zi berdi. Ammo biz sen xristian bo'lib qolsak, ish ko'chib demaymiz. Demaymiz, ammo ularningmi xristian shaklda bo'lsin yoki qaysi dinga e'tiqod qilsin, bizning kitobimizni, bizning musulmonligimizni haqorat qilishi va uningga bir shaklda Xitoyga mas qadamda olib qilib ziddiyatlarni keltirib chiqib, shu ziddiyatlardan Xitoyning bizning o'ttirimizga texnik avutib buni o'zaro kirishtirishning oldini olishga hushyor bo'lishni eskartaman. Shuning uchun o'zingizning dinini o'zingiz xohlab xristian bo'ling va yoki buddist bo'ling yo yahudi bo'ling, nima bo'lsangiz bo'ling, bu o'zingizning ishi. Ammo siz uni bo'lib turib, boshqa odamni uning bilan qaymoqtirish yoki bo'lmasa islomni uning orqali bir narsalarni tepilib xunuklashtirish, ma'vo o'zingizning Xitoyga bilib bilmay xizmat qilayotganligingizni oshkorlab qo'ydi. Bilib bilmaysizmi? Mushta ishlarni qilish. O'zingizning bilib bilmay Xitoyning tarafini qilayotganligingizni. Abam qilib kelgan misollarning birisi vatanda Sharq Turkiston va Uyg'uriston demaydik. Vatan avtonomiyachi, mustaqilchi demaydik, ammo vatanda Xitoy pan-islom va pan-turkizm degan shakldagi do'ppilar orqali nurg'un qarindoshlarimizni o'zaro urushga solgan va bundan foydalangan. Abam misolni aytib berishimdagi Hizbut Tahrir degan bir shakldagi bir tashkilotning nimasi orqali bekitilgan misoldan shuni tushuntirib berdim qarindoshlar. Buni to'g'ri analiz qilib, Xitoy bizni vatanda Xitoy Uyg'urlarni yo'qotishda avval islom diniga e'tiqod qilgan, mushu islom dinini tarqatgan va islom din aqidasi tushuntirgan qarindoshlarimizni yo'qotdi. Birinchi numorliq dushmanlar. Nima qildi desanglar, mishadagidek o'sha qora hijoblandı dedi. Anandan keyin soqol qo'ydi dedi.
Anan deyin ki namaz okudu dedi. Anan deyin ki çoğu meçhit demez. Kanunsuz dini faaliyetlerde yani meçhit iş orunda olsun, dükkan saraylar olsun ve başka yerlerde öyle okuyan namazını kanunsuz nime dep e'lon qildi qarindoshlar. Demek nima deganda Xitoy kanunsuz diniy faoliyat degan shaklda birinchi numorli qilib bizning islom diniga e'tiqod qilib kelayotgan qarindoshlarimizni yo'qotdi. Chunki ular birinchi shaklda sapning oldingi sapida edi Xitoyga qarshi. Oldingi har turli ishlarni, har turli Xitoyga qarshi har harakatlarni shular qila oladi. Shuning uchun ularni birinchi numorli dushman deb dinni islom diniga to'liq amal qilgan qarindoshlarimizni yo'qotdi. Ikkinchi navbatda milliy hissiyatni, milliy men uchinchi deb qo'ydi Xitoy. Milliy hissiyat kuchli degan Uyg'urni yo'qotdi. Uchinchisida bizning ma'vo baylarimizni yo'qotdi. To'rtinchisida bizning ziyolilarimizni hujum qildi. Ma uch qo'g'daydigan odam yo'q bo'lgandan keyin ziyolilarimizni vijdonni qilsizlar. Bash turmay tashladi. Shuning uchun Xitoy ash vaqtidami shu saqal qo'ygan ash qarindoshlarimiz ash harakat qilib, ashunday qilgan ishlar qarta bir turkum insonlarga qanday voy mushgul jim turgan bo'lsa, mushgul namozni o'qimagan bo'lsa, mushgul shu turib turgan bo'lsa, Xitoyni aldab miyaga kelgan. Anda qilib chiqma. Qo'rqib ketamiz uchun. Qo'rqib. Ularning yetish, hozir yetish qilamadi shuni degan odamlar, yetish qilamadi. Xitoyga taslim bo'lib, Xitoyga qululab ishlayapti. Ashuna degan odamlar. Men o'z ko'zim bilan qulqum bilan olgan ish ma'lum. Biz bundan ishni qilib olgan bo'lsak, Xitoy degan petet ishni qilamadi. Hatto bir pasport narxish kuchi yetmaydi. Demek nima deganda Xitoy ashunda orqali o'ttirimizda voy mush saqaliqli mush yolg'on chekmay mumkin yerdan bir chekib turgan bo'lsa bo'ldi. Mana keyinda bunday qilib turgan bo'lsa bo'ldi. Hozir unda qilsangizmi tashlaydi Xitoy. Çeksingizmi tashlaydi, chekmasingiz. Ayollarimizning mayli shu yog'li cheksin, chekmasin hozir Uyg'urligi bo'lsa hammani bir turmay tashladi. Hemen apartırım. Hazır mavi hepimiz yana uzarıp gittiğim oldu arkadaşlar. Hazır mavi nimege vatangi berip atkanlarga mınday qarab ekenki nimemizden dedik. Vatangi berip atkan ve bağızıp atkanlar kim o? Xitoy tarafini ilib atkan, Xitoylarning qilgan enkenden manda bir ming qo'qali bor. Bak Xitoy ishib ketgan ming qo'qali. Ya'ni Xitoyning ming qo'qalining hammasi nachar deganim emas men qarindoshlar. Gayet yaxshi. Yaxshi Xitoy uchun o'qibmi, o'zining vataniga, o'zining xalqiga sodiq bo'layotgan qarindoshlarimiz nurg'un bilasizlar. Ammo manda bir ming qo'qali bor. Xitoy ishib ketgan ming qo'qali. Zehniyati, yeyishi, ichishi Xitoy bilan o'xshash tomoq yeydigan, Xitoy bilan o'xshash harakat qiladigan, Xitoy bilan o'xshash fikr qiladigan bir turkum ming qo'qali bor. U ming qo'qali beryapti. Diqqat qilsanglar har bir davlatda ashadam nomida keyingi ko'rinishga qarasanglar, shunda ming qo'qali ekanligini ko'ralaymiz. Demak nima deganda Xitoy o'zining ashta zihniyatga odamlarni biladi. Avval dedim-ku o'tganda. Xitoy degan bizning dushmanimiz, bizni nihoyat yaxshi tadqiq shunga biz Xitoyni g'olib kelish uchun Xitoyni yaxshi tadqiq qilishimiz kerak, Xitoyni yaxshi tushunishimiz kerak, Xitoyning har bir harakatini yaxshi tahlil qilishimiz kerak. Shu vaqtida keyin Xitoyga qarshi taqabul turamiz. Bo'lmasa Xitoy bizni o'ynatadi, biz o'ynaveramiz o'yinimizni. Aynan azam deb kelgan gap 5-6 yil bo'lgan gap. Sharq Turkiston, Uyg'uriston avtonomiyachi, mustaqilchi, voy pan-islom, pan-turkizm degan gaplar hozir so'rilib kelayotgan gap. Ammo shu bir necha ziddiyatlar bizni nechini yo'q so'rab kelyapti Xitoy uchun. Ya'ni bunga diqqat qilmasak, bu so'rab kelishni Xitoy bizning avlodlarimizni qoldirdi. Avlodlarimizni o'yintadi. Shunga qarindoshlar, shu nuqtalarda diqqat qilishimiz kerak. Anandaki Xitoyning tarafini elayotgan va Xitoy bilan hamkorlashib ig'iz burun yarashayotgan, Xitoyga bo'lib bilmay turda hamkorlashayotgan. Xitoyga ikki turli odam naydi yaxshi foyda qilyapti. Buning birisi Xitoyning quloqlari. Biz jasus deymiz, Xitoy quloq deydi. Quloqlar ya'ni quloq degani mana uchur yetkazgan odam. Uchur yetkazgan odam. Bularni tanlash, bularning tipi, bularning turlarini men kelagi navbatlik programmamda dey, yani gap uzarib ketadi. Bu birisi. Ikkinchisi nadallah. Nadallah degan qanday degan desa, nadallah deganda men burungi tushunchimda vatanda maktab o'qimagan, toza bir bilimi, atrof bilimi yo'q. Anandan keyin bir narsaga nadan degan shu kajuludu.
kaç bo'ladi, johil bo'ladi-chu. Mujda odam deb o'ylaydi. Hozirgi tushunchimda bu nodon degan ham savodi bor, maktab o'qigan, o boshlang'ich to'liqsiz bo'lsinmi. Ammo mandaq tafakkur tushunchasi qatmal odamlar Xitoyga nihoyatda yaxshi nim beryapti, foyda beryapti. Mesela o'zining shaxsiy dushmanligi va bir odam yoki jamoat uchulab qilishi, anig'i nima qilib qilishi bilan shu uchligidan foydalanib, shu uchligini asos qilib turib, shu tish tirnoq bilan butun shu jamoatni qarlaydigan, butun shu aktivistlarimizni nima qiladigan, yomonlaydigan, shularning orqadan gap topadigan, pishni taqtiradigan ishlarni shular josuslarni qarashib qilyapti. Shunga bunda odamdanmi nazar ilish kerak. Demak, nima deganda Xitoyning mayli bizning Sharq Turkiston, Uyg'uriston degan nom ism krizisidan foydalanishi, avtonomiya mustaqilchi degan nomdan foydalanishi, andan keyin pan islomizm, pan turkizm degan bu nima orqali ziddiyat kirgizishi va so'qashtirishi bizni kollektiv dushmanlashtirishga elib beryapti. Shunga buningdan nazar ilishimiz, buningga ko'p jamoatlarning fikri o'rtaq, fikri aniq. Ana keyin ba'zi narsalar, ba'zi masalalarni, masalan, Uyg'ur biz yoki uning vatanim degan cho'ng to'rbatlar biz nima qilayotgan WhatsApp toplar hurmatlarida böyle bir fikrlarni berib, bunga javob bermaydi, bunga nima javob bermaydi, bunga nima qurultay javob bermaydi, bunga nima u yerdagilar bu yerdagilar javob bermaydi deb manda bir gap topadigan bir ish. Bu burunmi batdi. Qarindoshlar, o'ylab boqinglar. Mayli Dünya Uyg'ur qurultayi olsun va shunga o'xshagan tashkilotlar o'zining xizmat doirasi var, o'zining xizmat ishlari var. Buningga o'zining nimasi var. Har bir u masalan WhatsApp to'plariga men to'liqqanda qarayolmayman. Men bir odatli odam, o'zimning bir ishi bilan men u to'plada bo'lgan bilan hamma gapni anglab biladigan vaqtimiz yo'q. Yomon jiq gap bo'ladi. Ben bir kun qarab boqdim, 200-300 uchur keldi ekan. Qaramayman da qarab sinab baqsam, bir kunda keldigan uchur 200-300 uchur keldi ekan. O'ylab boqinglar. Buning tangdan to'lisi gap. Buni qanday anglab, qanday tushunib bo'ladi? Buning qanchalik vaqt ketadi o'ylab boqinglar. Degan odamga degan bilan birdamda 5 minutlik, 10 minutlik gap qilgan bilan, uchur yig'ilib kelganda uni anlagan odamga nurg'on vaqt ketadi qarindoshlar. Shuning uchun bu yerda chiqqan ba'zi masalalar, "Voy, buning nima ish javob bermaydi? Dunyo Uyg'ur qurultayini javob bermaydi. O tashkilotlar birligi nima ish bunga ifoda bermaydi?" deyishdan burun bu qarindoshlarimiz nima ish qilayotganda, menga o'xshash WhatsApp to'plarida yo bu yerda mandaylaqa pensionerlarning vaqt o'tkazganda o'tkazayotganmidi vaqtini yoki bo'lmasa ishlayotganmidi. Hammamiz o'zimizning vaqtidan chiqish nuqtasi qiliblar, o'zimizning oldidan chiqish nuqtasidan boshqalarga baho bersak bo'lmaydi. Başqa qarindoshlarimiz ishlayotgan bo'lishi mumkin. Başqa qarindoshlarimiz odam qutqizayotgan bo'lishi mumkin. Başqa qarindoshlarimiz u vatan uchun nurg'un pul tepayotgan bo'lishi mumkin. Hamma odam sizga o'xshash da bo'sh vaqt yo'q-ku. Bizim WhatsApp to'plariga shaxsan men tomoq yeyotgan vaqtimda, ya'ni bilam beshim og'rib ketdi, mani nima qilay degan vaqtimizda qaraya olmaymiz. Nima uchur vardi, nima yangi gap bo'lganda yoki bo'lmasa biz ko'rmagan qanday bir uchurlar avatilganda deb mana qarab qo'yamiz uni uchun. Demak, u ish ustidagi qarindoshlarimiz uning hech qanday vaqti yo'q. Shuning uchun bir gapni deb bo'liblam, xuddi ash gapimiz butun dunyoga anglab ketgandek his tuyg'umiz qarindoshlar. Ash to'pdagi ming odam bo'lgan bo'lsa, ming odamning 200 anglaydi yo 100 anglaydi. Da qarab baqsanglar bo'ldi. Buncha odam anlamaydi qarindoshlar, chunki haqning vaqti yo'q. Vaqt farqimiz var rayonda yashayotgan. Onun uchun u gapni anglaydigan haqning vaqti yo'q, cho'lisi yo'q. 1000 odam bor ekan, yo 2000 odam bor ekan, hammasi anglaydi deganingning o'zi xatosi tushuncha. Shunga men qilayotgan gapimning qanchalik nimasi to'g'ri, qanchalik xato, qanchalik nima bo'ldi deganni kanalda o'tkazibetsanglar bu nihoyat yaxshi bo'ladi. Undan keyin yana bir saylam haqida bir munozara bo'ldi. Masalan, dunyo surgun hukumatdagi bu tashkilotlarning umumiy saylimi 11-12 kuni bo'ldi ekan. Dünya Uyg'ur qurultayining saylam bo'lmadi. To'g'ri, Dünya Uyg'ur qurultayi 3 yilda bir saylam qilish yana bu Do'lqinay Sa'atani boshlig'idagi qarindoshlarimiz Dünya Uyg'ur qurultayini qo'lga olgandan keyin bu narsa shunda nizomnomada belgilangan. Ammo hammamiz bilamiz 2020 yili Xitoy virusining dunyoni qoplagan,
Dünyada beri tor yığından başka yığınlar içlenmeyatkan vaxtlar doğru geldi. 3. yıl. Bunun için Dünya Uyghur Kurultayı icra heyeti mesleşip bunu 2021 yılı 11. ayga özgertti ve şu plan boyunca 2011 yılı 11. ayda Dünya Uyghur Kurultayı'nın 7. nöbetlik saylanması geçildi. Şunun boğalığı için 7. nöbetlik bilen 8. nöbetlik aralığı 3 yıl gedilgalığı için 2024 yılı. Kilay yılı Allah halsı 11. ayda 8. nöbetlik saylanması ilip verdi. Onun için onun aldıdılan o saylanma 20 yıl ya ondan uzorak kalan vaxtıda Dünya Uyghur Kurultayı yani halkımızga bu saylanmanın ahvali, bunun prinsipi, bunun iltimas kılındığı ve saylandığı bu namzatlarının nemisi anandan ki halkka aşkarlangan. Çünkü onun saylam tayarlıq hizmet nemisi kemmi de hazır. Hazır Dünya Uyghur Kurultayı'nın 10. ayda Japonya'da, 10. ayının ahiri Japonya'da bir çoğuncu var. Onu hemen şu Dünya Uyghur Kurultayı'nın uçurlarını bilmekçi olsanlar arkadaşlar. Dünya Uyghur Kurultayı'nın tor televizisi karanlık. Tor televizisini köme islamcık köpçülük arkadaşlar çok. Bunun da nemi deydi. Dünya Uyghur Kurultayı'nın hizmeti ve kıldığın hizmeti, kırgan hizmeti onun da değildir çok. Sözünün de. Çünkü o halk uçur verilgen bir köznek. Şu Dünya Uyghur Kurultayı bir mucuk pulkajlar bu tor televizisini elip veriyor. Nemiş qala degende, bütün halkımız bizning qilayotgan ishlarimizdan xabar topsun. Bizni bu şekildeki işlerimizden xabar topib, kamchiligimizdan bir şekilde umumi şekildeki bir düşünüş ve nazarat qilsin degan şekilde bu tor televizisini to'xtatmagan şekilde elip beryapti. Yol qo'yyapti. Shuning uchun qarindoshlarimiz Dünya Uyghur Kurultayıga bir şekilde nima qilgan vaqtning o'zida bu nuqtalarga diqqat qilsanglar nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ana kendin yana bir çoğun iş Dünya Uyghur Kurultayı 3. ayda başlagan München'deki bir joy setilish programmasini yo'l qo'ygan. Bunga dunyodagi bütün asosli ko'p sonli qarindoshlarimiz yordam qildi. Azdir ko'pdir bo'lsinmi atig'ini. Ba'di bularmi Germaniyadagi qarindoshlarimiz buning alohida kuchida jamoatimiz alohida bunga safarbarlik bilan bu 1 milyon 100 ming mening bilishimcha xabarlardan oldim. Yavruga 360 kvadrat metrlik bir yer setildi. Bu yer kelgüsüde qarindoshlar. Endi Dünya Uyghur Kurultayı'daki simvollik bir teşkilatımızdan 20 yılga qadam qo'yayotgan bir nimasiga ulgurdi. Bu yerning setilishi nihoyatda ahamiyatga ega deb qarayman. Chunki bir Germaniyaning o'zidan 20 yilning yog'i harakat qilayotgan bir teşkilatımızdan o'ziga loyiq bir o'rin bo'lishi kerak. Ana endi Dünya Uyghur Kurultayı'nın her yilda shu yilda bir ichiladigan mayli ko'lamli shakldagi nimalari bo'lsin, qurultaylar bo'lsin ve yoki bundan keyingi xalqimizga ichib etiladigan har xil shakldagi yig'inlar bo'lsin. Mujnaq bir o'zimizning yerida elib berilishi nihoyat muhim ahamiyatga ega. Ham 20 yilning yog'i u biyani ijaralash, u bilan shakldagi bir qilish şekilde elib berildi. Hem bu kelgusida inşallah avlodlarimizga ya'ni keyingi davlatimizga qiladigan elchixona shaklidagi mulk bo'lib qoladi. Bu agar hammamiz o'zimizning turishlik davlatida shunday shakldagi bir narsalarni qila olsak, jamoat bilan bu setilgan mülklerimiz, uy-joylarimiz Sharq Turkiston uchun elchixonasi va elchixonasi uchun ishlatiladigan yerlar bo'lib qoladi. Dünya Uyghur Kurultayı mening tushanchamda buni ko'zlab turib, buni amalga oshiradi deb o'ylayman. Buningcha inshaalloh vatanimiz ozod bo'lguncha qarindoshlarimiz bu yerdan foydalanadigan, shu yerdagi qarindoshlarimiz, avlodlarimiz ega chiqadigan bir şekilde bir muqim mulk bo'lib qoladi. Shunga buningga hamda 1 milyon yevro degan az pul emas qarindoshlar. Shu yerdagi dunyoning har qaysi yerdagi qarindoshlarimizni buningga ko'pdan ovoz qo'shish bilan bu narsasi bo'ldi. Buni oxirida har birlariga bir yetkazib qo'yadigan qisqa uchurda bir siz saylanma haqida, ikkinchi Myunxendagi yer setilishi haqida bu fikrni qo'ydim. Gapimni to'g'ri tushunib qarindoshlar. Chunki yana bir narsani miyada eskartib qo'yay qarindoshlar. Muajirat yaşagan vaqtimiz oldimizning 30 yil, 40 yil, keynimizning 5-6 yil bo'lgan jarayonda bu yerda nimada masala ko'rilyapti desanglar, tilda ko'rilyapti. Men ma tilimni amal ba eng yaxshi shaklda xalqimiz tushunishi shaklda qilib zag'ir tilda, hamasi bek bir akademik emas o'zim zag'ir tilda qilish intilaman. Ama bunu tushunish masalasida Uyg'ur tiliga bo'lgan tushunchimizning kamchiligi
ve Uygurca kitaplarını macerede zaten okumaydıgan bir eski micazımız boğaçka. Bizde Uygur dilini düşünemeydigan. Uygurca sözlükmi Uygurcani bilen ballarımız arkalı koyup biraz oturumuzda bir hang payda ulaşıp başladı. Çünkü ballarımız kalan gep Uygurca gepimizni düşünemey balla anqıranmaydigan. Çünkü ula Uygurca muhit yetilip çıkmagan diken bazı bir geplerimiz düşünemeydi ahvalga kirtar bolar bizim için. Bundan sırt özara uzun yaşap ketken qarindoshim aylan dünyanın her qaysi yerlerinde var. Her qaysi til sistemimizni tushunayotimiz. U yerdan tillarni qabul qilyapmiz. Shuning bilan birga Uyg'urchamiz biroz bir-birimizning gapini tushunolmaydigan ahvolga kirib qoladi. Shunga qarindoshlarimni o'zimdan boshlab Uyg'urcha kitoblarni biroz o'qib, Uyg'urcha programmalarni jiqroq ko'rib, jiqroq anglab, o'sha tilimizning soplig'i va tilimizni tushunishimizni biroz to'liq o'sak. Bo'lmasa bu şekilde Uyg'ur so'zlabmi bir-birimizning gapini tushunolmaydigan, bir-birimizni to'g'ri bilolmaydigan ahvollar kelib chiqadi-da. Buni bir eskartib qo'yay dedim. Bir foydalanib qolasizlar. Shunga abim degandek gaplarimda qarindoshlarimizning shu o'zaro tashkilotlar mana Surgun hukumatining Alloh xohlasa 11-yilda saylam kelyotidi. Xalq saylami deb bir muncha qarindoshlarimiz bir harakat qilyotidi. Mayli bu harakatingni qilinglar, ammo bu harakat sababli qarshi tarafni o'zinglar qitilmagan, o'ziga fikri o'xshamagan odamni dushman qilolmanglar. Eng yomon narsa yeni bir tashkilot chiqsin, u tashkilot chiqiblam mavjud tashkilotlarni inkor qiladigan, mavjud tashkilotlarning oqidan gap topadigan, mavjud tashkilotlarning bir yerini tatlab boqadigan, bir şekilde ishiga ma'nomanda qildi deb mavjud tashkilotlarga hujum qilishning o'zi bu hem axloqsizlik, hem kalına işlemganlik uchun. Şuna biz özümüz yeni berpa olaylı, yeni teşkillensek yaxshi. Ama bu teşkillengenden keyin en aqlli men xalqim uchun nima ish qilib beralayman degan narsani qilishimiz kerak. Biz chiqiblam xalqdan bir narsani talab qilmaylik. Chiqmaylam, xalq sizlar nima ish qilmaysizlar, sizlar bizning nima ish tarbiyamizni olmaysizlar demay, men xalq uchun nima ish qilib beralayman. Men xalq uchun nima xizmat qila olayman. Men xalqning qanday chakiri bo'la olayman. Men vatanimning qanday bir xizmatchisi bo'la olayman. Mana o'ylashimiz kerak. Her qanday tashkilot, her qanday rahbar shuni o'ylashi kerak. Buni o'ylashgan vaqtida, buni oldingi shart qo'ygan vaqtida anan keyin xalq uchun xizmat qilgan bo'ldi. Bo'lmasa chiqmaylam, meni tushirib yutibdi, meni chiqib qo'yapti, meni kenimdan ma gap tepibdi, meni anda debdi emas. Ana kenda rahbar bo'lganlar bulapmo tashkilotlarni yönetayotgan, tashkilotlarni mas'ullayotgan qarindoshlarimiz uchur manbaringlar nayt to'liq bo'lsin. Egallagan uchuringlar nayt to'liq bo'lsin. Ana kenda uchur manbaringlar sog'lom bo'lsin. Unda deganim so'z-so'zak qilgan, pishnoqa qilgan odamning gapini amal qilib, u pishnoqa gapmi, so'z-so'zak uni bilmay qaror chiqarib qo'ysanglar, vaqtida o'zinglar obro'yoq ta'sir bo'ladi. Shunga sizlarga uchur kelayotgan odamni sizlar bunda jo'rablar o'zingizlar ishonchlik emas. Ag'am manba ishonchlikmi emasmi? Kelgan uchur to'g'rimi emasmi? Bunga diqqat qilsanglar, yaxshi hukm qaror bera olasizlar. Chunki kelgan uchurning saxt uchur ekanligi, yolg'on uchur ekanligi, yoki bo'lmasa fosiqlar orqali taqtilgan narsalarni uni sizlar rasman badin keldi deb qo'llanib qolsanglar, ishinib qolsanglar, o'zingizning yo'lga ta'sir bo'lgan bo'ladi. Shunga bugungi kunda bo'lib Xitoyning aytib bizni her xil shakldagi odamlar orqali silayotgan bo'lsin, mayli Beijingda yoki Jonanxayda turib bizni parchalashga urinayotgan bo'lsin, harakat qilayotgan bo'lsin. Buning nayt sezgirligimiz hozirgi masalan 100 sezgirligimiz olsa 1000 ko'tarishimiz kerak deymiz. 1000 sezgirlikda ish qilmasak bizni Xitoy yeb ketadi. Shunga Xitoyga yeyilmasligimiz uchun, Xitoyga bo'zak olmasligimiz uchun Xitoydan aqlli bo'lishimiz kerak. Ana kendi o'zimiz nayt hushyor, nayt atrofli ish qilishga tirishimiz kerak. Shunga har birlariga qilgan taklifim, maslahatim ve o'zimning egallagan uchurim va fikrlarim yuqoriqidek bo'ldi qarindoshlarim. Agar buningdimi balkim men insonchilikda xato gap so'zdan xoli bo'lolmayman. Shunga gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar, xatolar kelib qolsin. Oxirida shu kanalimizga abone bo'lib, qo'llab qo'yinglar. Kanalimiz abone bo'lgan sari andan keyin ma'lum taqat qo'shimiz vaqtida ko'ra olasizlar, vaqtida taqdim bera olasizlar. Allohga emanet bo'linglar.